Assalomu alaykum azizlar. Azizlar, xudo xolasa mana 50 lik drabikalarimiz ham keldi. Xudo xolasa yangicha holatda, yashida upakovkada kelyapti. Urilmasin, qirilmasin deb chiroyli holatda olib kelyapmiz. Xudo xolasa. Bu 50 lik drabika nima degan savollar ham bo'lib qolyapti. Makka, mardagi bilan bug'doy, donli mahsulotlarni qisqasi hammasini xudo xolasa kepay holatga keltirib beradigan 50 lik drabika. Duku ham deb qo'yiladi. Buni ukrainskidan afzallik tomoni ukrainskilarga 30 kilovatli motor ketadi, 3000 оборот. Bularga 15 kilovat 3000 оборотli yetadi. Soatiga 1 tonnadan 1 tonna 200 kilogacha xudo xolasa chiqara oladi. Agar mardagi bilan bo'lsa kamroq chiqaradi. Sababi marda kattaligi uchun uni jinday kamroq chiqaradi. Shuni iloji boricha laklaringlarni bosinglar. Qaysi bir yaqiningiz shuni istab yuribdi-da, topolmayapti kimda borligini. Bu xudo xolasa Andijon viloyati Oltinko'l tumanida bor. Biz xudo xolasa adashmasam bir 20 yil u yoqda savdo qilamiz, tegirmonlarda shunaqa mahsulotlarni sotamiz. Kimdir istayotgan bo'lsa aloqaga chiqsin, xudo xolasa qilib beramiz. Kelishilgan narxlarda yetkazib ham beraveramiz. Rahmat hammalarga.